Men har xil tashandiq binolarga borib, nimaga aynan u joyda tashandiq bo'lib qolganiga aniqlik kiritaman. Va bizga murojaat qiluvchilar aytishi bo'yicha, u yerlarda har xil paranormal hodisalar bo'lar ekan. Ya'ni jinlar, shaytonlar va yana boshqa qo'rqinchli narsalar. Va qani ko'ramiz, rostdan ham bu tashandiq binoda nimadir bormi? Bu videoda biz mana shu tashandiq morgga kirib ko'ramiz. Va biz eshitishimiz bo'yicha o'rtoqlar bu morg haqida juda ham qo'rqinchli tarixlar bor ekan. Va hozir mana shu narsani bizga, ishtirokchimiz aytib beradi. Assalomu alaykum. Birinchi o'rinda men shuni Karino Ijitsril desam bo'ladi, lekin men bu yoqlarga vasha siqilmayman, chunki bet oldin vasha больница bo'lgan. Mana bu qon lekin 100%. Kafanlangan jasad topildi. 90-yildan ham oldin bo'lgan menimcha dashim. Haligacha berib turibdi, hali hech kim CCTV qilib tashamadi. 1992-yil 2-aprel. Bu yerda nima bo'lgan? Ko'p odam o'lardi. Yopib tashlashgan. Bu yerda 3 ta etaj bor, 4-etaji bu -1, tipa morg. Xudo o'rtoqlar, men bu yerda nimadir yurdi. Bugun bilmadim, morgga kirib ko'rishar, men kirmasdim lekin. Ey, ochinglar bilet o'rtoqlar qo'rqib. Endi omoqon yo'q. Xolos o'rtoqlar, hammasini eshitdinglar va endi o'zim kiramiz. Aytgancha qo'limdagi fonar bu bazuka fonar. Buni qarang, risk o'yna ichidagi narsalargacha ko'rsatdi. O'rtoqlar, ichi kafillik ekan. Bilasizmi, ichi kafil bo'lsa nima degani? Katta fozlar bilan ichi kafillik bo'lgan больницаlarning katta foz bilan morg. Hamma o'rtoqlar ichkari kirishdan oldin masalaga aytaman. Hozirroq like bosinglar, chunki 40 mingta like biz mana shu berkimoch olamiz obunachilar bilan. Agarda bizda hech qanaqa politsiyaskilar bilan yoki har xil milsiya xodimlari muammo bo'lmasa, oldindan aytib qo'ydim. Shu joyda like bosinglar. Bo'lmasam ketib kiramiz endi. Qatdan kiramiz? Oshamiz mana shundan, olib ekan nima deysiz? Sizlardan keyin-da. Ya hop, go deng. Go! Va endi o'rtoqlar, men tashandiq morgga kiraman. Ko'rish o'rtoqlarga kirdik, lekin qaranglar. Hozir biz ichga kirishdan oldin men bitta kichkina joydan o'zim ko'raylik. Bu yerda nimalar bor bu yerda? Har doim tashandiq binoda o'ynaylar singan. Svet yo'qmi, svet? Stop, qara, svet ishidimi yo'qmi? Svet yo'q. Ichkarida kimdir bo'lsa, stop. Kimdir bormi? Ishtirga svet. Kimdir bormi ichkarida? O'rtoqlar, qarochi, svetni o'chirib qo'yamiz. Lekin ichkarida точно bu yerda demak kimdir yashaydi. Yo'q, qaranglar, tashandiq morgda kim yashashi mumkin? Voy, mana buni qara. O'rtoqlar, bu уже страшный bu. Tashandiq binoda kimdir yashashi. Hamma bo'lsa tez bino ichiga kirib ketaylik, ha? Oybek, yaqinroq, men qo'rqaman. Men o'zim qo'rqib ketdim, ku. Voy, mana buni qaranglar. Va endi o'rtoqlar kirishga qarab yurib boramiz. Uy, stop. Buni paukuymi nima bu? Mana qarang, ko'rasizlar? O'rtoqlar, bu yerda paukni yuqib tashlabdi. Eng qizig'i, bu juda katta bino. Voy, bilaman, mana buni qarang, Oybek, qarang. Juda bir chuqur pachaq chiqib ketdi hamma. Pastga tushamizmi? O'rtoqlar, o'sha morgga kiradigan joy bor ekan. Mana. Lekin hamma yoqda pauklarning uyimi deymi? Hech kim kirmagan-da, Kiramizmi o'sha? Ko'pdi. Bozordan boshlaymizmi? Davay. Bosh suv ele topilsa takla. Stop. Fidget qilaman lekin. Mana bu yerda qanaqa podol ekan. Kirmaylik. Yo'q, shoshmanglar. Uy, mana bu stoldan qarang. Nimaga bu yerda ichi katta joy, qaranglar. Ko'rasizlar, ichkari katta joy, nimaga bo'lsa eshik kichkina, mana bunaqa. Eshik kichkina, lekin kirish katta. Ichkari katta, hozir qanaqadir sekretniy eshikka o'xshaydi. Uy, mana buni qarang, mana nima bu? Mana qanaqadir qog'ozlar bor ekan-ey. Qani to'rni ochib? To'rda qanaqadir quvurlar. Hamma bo'lsa hozir bu yerdan chiqib, morg tarafiga boramiz. Bilan Oybek qayerdadir yashab olganlar bor-ku. Unaqa qilmang, Oybek. Qo'rqib ketaman, bilib unaqa qilmanglar. Yosh bola deb baqirdim, lekin. Qo'llaring qaltirab ketdi-yu. Oybek, o'sha men ketib. Mana qanaqa qog'ozlar yozilgan, mana qara. Nima yozilgan? Острый кишечный заболевание. Короче, острый кишечный заболевание. Davom etamiz. To'g'rida sandiq bor ekan, ichida nima bor mana ichida? Qani? Mana sandiq bor. Ichili? Okey, hamma yoq juda ham chang va biz bu sirli sandiq ichini ochib ko'ramiz. Shuni ochsa ichidan qanaqadir o'lik narsalar chiqsa, Ilonlar chiqishi ham mumkin. Ya, stop. Biz podoldanmiz. Bu tisos ilon bo'lishi ham mumkin. Mabodo chiqib qolsa ham vahima qilmanglar, xo'p? Bu nimadir bor ichida. Ichida 100% nimadir bor. Uchilik? Bilib, perchatka kiyib kelish kerak ekan. Voy, bilib, mana ichi. Nima ichida tayinlish yo'li yo'q. Voy, bilib, mana bitta pauklik. Voy, bilib, o'q narsa nima qara? Nimami? Qanaqa hayvoncha bu? Voy, lekin o'rtoqlar, to'g'risini aytsam, anchadan beri bunaqa tashandiq binolarga kelmagandim. Siz so'rasizlar, bu shishman qolma. Mana ichida nima bor? Va bilib, mana ekan. Mom, koridor katta eligini. Kim svetsiz oxirgacha borib kelishga qo'ydi? Svetsiz oxirgachami? Borib qaytish kerak, hech qanaqa svetsiz. Mana turadimi? Mashinada turadi, yugurib borib qarab qaytib kelish kerak. Kim boradi? Maqsud go'mi? Mana brat, boring, shetlaysiz. Borasizmi? Okay. Bo'l, men fonarimni o'chirdim. Bilmayman, qo'rqinchli ko'rinishini qarang. Davay, ketdingizmi? Ana endi ketdilar, qani? O'lsangiz o'ldim deng faqat. Nima?
u bilan Mametdan nimadir yurdi. Nimadir yurdi Mametdan. Ey xudo, o'rtoqlar Mametdan nimadir yurdi. Mashdan nimadir yurdi. Karam ismi nimadir? Shoshmang, bu yoqqa keling. Siz nimadir ko'rdingizmi o'tda? Yo'q, hali bor ekan deya qo'rqib ketdim. Ha, bilaman, nimadir ko'rdingizmi deb o'yladim. Ha, nonsa yuraveraylik sekin. Mametda u o'rtoqlar bo'tdi уже. Mana qutuli ko'p ekan lekin. Voy, bonka. Kimdir narsa olibdi. Hazlashmaylar. Kimdir narsa? Ha, brat otdilar-yu. Hazlashmaylar. Yo, stop. To'xting. Hozir sizlar rostdan kimdir bu yerda borligiga ishontirmoqchimisizlar? Ishontirmoqchisiz? Men eshitdim zuvgini hozir. Kim bor? Siz кто-нибудь есть? Qizal? Bo'ldi, yo'q ekan. Hamel, bo'lsa shoshmang, men bitta banka ko'rdim. Bankaga qaraylik. Oho, bu nima bu banka? Bila, bekor ishonman o'zi. Bekor ishonman. Qani tokamiz. Oh, kukun tushyapti ichlar. Krizma qiladigan. Mana bitta qanaqadir quttichi. Anetdan rostdan ovoz keladi demoqchimisizlar? Da. Madrakotga привойма berdi siz. Mana nima bu? Lampochkami bu? Abi. Lampochka ekan. Voy, jin ursin, men bilan nima? Voy, qani. Voy, o'rtoqlar, mana buni qaranglar. Bu nima, laboratoriyami bu? Buncha shisha qirib. Voy, oyog'i tapchikada kirib ketsa. Nuda. U ichida qanaqa odamcha chiqib ketdi, bilaydi. Odamcha? Lekin qaraymanmi, qarang, idishlarni qarang. Mana kafanlangan jasad topdim. Maqsad. Bilan Oybekka qo'ying. Maqsad seni ko'rmay qolma. Lekin bular mana bu shishalar meni real ozgina qo'rqitdi. Xo'p, bo'lmasa davom etamiz. Boya qayerda boy siz nimadir ko'rdingiz? Yo'q, men просто bu xonani ko'rib qo'rqib ketdim chapli. Bu xona emas, bu qora kattaligini qarang. O'ylar, mana buni qaranglar o'rtoqlar. Hop, tepada trubalar, strashniy, Mametda quvurlar. Mametda ham. Qaranglar, juda eski narsalar lekin foydalanib chiqyapti. Mana bu eski kompyuter anaqasi. Mana bu klaviatura masalan. Mana bu klaviatura-da. Bu taxminan nechinchi yil yopilgan, 80-yillardan oldin yopilgan. Yo'q, Mana qanaqadir. Bular qo'rqib ketaman gapirsanglar, har safar. Mametda zina ham bor ekan lekin qaranglar. Bilesdir. Xo'sh. Mametda prujinalar, qanaqadir narsalar. Mametda yoqilgan simlar, ha? Da yoqilgan. Bular mana milonga o'xshar ekan. Bo'lsa. Mana qara tunnelni qaranglar. Bu qayerga qo'yib chiqadi bu joy? Oybek, qanaqa tunnel bor ekan, kirasizmi? Mana bitta qog'ozlar bor ekan. Bu yerda qaranglar, Mametda mana bu uy. Anta qog'oz. Qabulxona. Shoshmang, bu qog'oz eskiligini. Vrachning yozuvi yozib bo'libdi. Qani ochinchi, nechinchi yil? Sana qachon sana? Nechisi hozir topamiz. Qani? Sanani qarang, sana qachon yozilgan? 92-yil 16-aprel. Mana o'rtalar qaranglar. 1992-yil 2-aprel. Va hamma, lekin bor-ku, men kimdir mana shu tunnelga kirishni xohlamayman. Bu yoqqa kelin, siz kirmaysiz tunnelga. Siz ham sig'asiz Oybekka, mikrofonsiz. Jinni bo'lib qolibsan. Men umuman kirasan. Kirishing uchun 100 ming berishga tayyorman shu. Voy, bilayin nima bu? Mashina qopqog'i bor. Mashina qopqog'i bo'lganda bu. Demak, bu qopqog' bo'lsa, demak bu yashiringan joy bo'lsa, demak buni ichida nimadir bo'lishi kerak isbot. Ya'ni buni oxiri qanaqadir xonaga borish kerak. Почестно, dondozga o'ynaylik. O'pshi hammamiz. Lekin men yutqizib qo'ysamchi. Nima farqi bor? Da, ketdingmi? Dondoz ko'rib chiqishga olib kiradi. Dondozki. O'ynaylik. Maqsud, men uchun o'zing kirib ketmaysanmi? Davay endi qani o'ynaylik. Dondozki. To'g'risi bu joy qiziq emas, desam. Uff, uni hamma o'rtalar sizlar uchun kiraman, desam. Ha, mayli. Kiring. Hamma o'rtalar bo'lsa ekan kiraman. Like bosinglar, komment yozinglar, obuna bo'linglar. Yer yumshoq ekan. Yer yumshoq? Chang ekanmi? Bu nechidir yillik changda, chunki yig'ilib ketgan, 1 santimetrdan oshib ketgan chang. Kasal bo'lib qolsam kirib. Kiraymi? Sasam. Go. Ular tizam o'rdi. Ay, bilet, tizam ochiqda mana. Oxirigacha borishim kerak. 10 metr joy emaklab, bilet. Men klaustrofobman lekin. Ko'rib turibsizlarmi? Yong'oq bor ekan, prekinchi. Yong'oq topib oldim. Bahona qilmasangiz kiring. Og'iz keldi desam. Bila, qo'rqaman. Kiramchi kerak. Erta uyalmayli. Kirganingizdan keyin orqaga aylanib olishingiz qanaqa bo'ladi? Ay, tizam! Xullas, Omonxonning obunachilari, biz Omonxondan butkulga ayrildik. Videoga like bosing va ko'rsatuv shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Endi Omonxon yo'q. Oybek, davay, nima qilmaylar? Anaqa bor-ku, yugurib kelsa. Kuchuk kelsa, kuchuk. Kino chiqib kelsa, qapti. Da, bilaman, kirgan bo'lmasa unaqa qilmaydi. Bila, o'zimiz yutqizib qo'ydim, bilet. Ay, tizam, lekin yomon o'ryapti, boru, bila. Oxirgi lekin bor ko'rgim ketdi. Oxirda qanaqadir xonami deyman-da. Billa chiqdi. Lekin Mametda o'tolmayman, mana buni qaranglar, tosh qaranglar, oyog'im qiynab tashlaydi. To'xtab qolmaymiz. Uy, bilet,
taxtali zanglab ketgan. Qiyin bo'lyapti vaziyat. Shuning uchun ham videoga like bosinglar o'rtoqlar. Ko'rasiz, shuncha joydan shuncha joyga kelib, yo'qman shunchalik qiynalyapti. Menimcha bu videoda 40 mingta like bo'lsa arziydi. Voy, mana bu torayib ketyapti, eng qiziq. Mana bu taxtalar bilan torayib ketyapti hamma yo'q. Demak, qiziqarli nimadir bor. Qiziqarli emas, uy, brat. Tizam. Esda qolarli nimadir olib chiqing. Tirik chiqsam katta gap, brat. Mana buni qarang, o'rtoqlar, mana bu bo'ldi. Amma ichkarida. Amma bu yerda qanaqadir xona bu. Aytdi, ko'z ko'rindimi hozir? Ya qanaqa ko'z oqmi? Yashil. Ha? Yashil. Sasam? Bile qo'limga toshlar kirib ezvordi bor-ku. Qanaqadir bu yerda liftni joyi menimcha. Hozir xuddi mana shu qaytib chiqishim kerak menimcha, bor-ku. Nima? Qanaqadir liftni joyi bu yerda, ishoninglar. Pastga tushib ketasizmi hozir? Yo'q, mana shu yerdan boshlanamancha. Nima bor ekan bunda? Chiqarib bitta syomka qo'ying, telefonga chiqqaringizdan keyin ko'ramiz. Chiqarib bitta o'sha yerda syomka qo'ying, atrofini. Chiqing tepaga. Hop bo'ladi. Ay, tizam. Ay. Vaziyat og'ir. Orqaga o'girilish qiyin bo'ladi. Короче, nima borligini bilmayman lekin. Ishoninglar. Mana, короче, so'mka qildim. Hozir o'zim ko'rishimni so'mka qilganim. Shu joyda mashina yopib ketvorsak hozir, omon qulaguncha mashinaga o'tirib ketvorsa yetib oladimi? O'rtoqlar, короче, mana ko'rishingiz mumkin. Bu qanaqadir liftni teshig'iga o'xshaydi. Shuning uchun ham bu yerdan hech bola yo'q. Mana sekin qaytib ketiraman. Set o'chiring. Ya pichillamanglar, iltimos. Hop. Setni o'chirmanglar, iltimos. Iltimos. Nimaga kirdim, bilet? Kiyimimga qaranglar. Bo'mish bo'ldim o'sha. Hamma o'rtoqlar, like bosib qo'yinglar albatta. Men bilan so'kib turaman ungacha. Nimaga etsa? Bo'ldi, ana endi bo'lsa, telefonimni sekin cho'ntaga solib, tap tez qaytib chiqaman. Sasal? Давайте. Voy, bilan kelishini qaranglar. Vampir. Hozir parkovka qilaman endi. Mashina yoqib yuraylik keyingi safar. Ajoyib. O'rtoqlar, tizami ham, qo'limi ham pachaga chiqdi, lekin ishoninglar. Oy, qarshi o'rtoqlar, ana endi sekin kiyimni qo'qolaman-da. Tepaga chiqish boshlaymiz. Va ana endi Mamut, Oy. Ana bola qani? Biz bilan kelgan bola. Yo'q. Bilan aka, men hozir shu joydan chiqdim, sizlar qarab turgan bo'lishi kerak edi. Umid. Bilat. Qani ekan Umid? Mana. Umid, qarang, tan oling, odammisiz yoki sharpamisiz? U yo'qni kommentariyada yoza qolishsin, men bilmadim. Sasal? Da. Oy, net. Voy, qaranglar 90-yillik kofisi. Yo'q. Uy, ichida nimadir bor ekan. 5-yil ekan, xo'p. Ey, men 99-yil ekan. 0697 chiqqan ekan, 0699 gacha ekan. Ko'rasan mana. Mana pizzasi. Voy, bilat. Qo'rqib ketdim kim ekan deb. O'rtoqlar, mana bu yerda qanaqadir bankaning ichida g'alati suyuqliklar bor ekan. Voy, bilat, ey. Voy, bek qo'rqib ketdilar. Qarang, har qayoqda mana bunaqa dazmol, mana bunaqa narsalar, uji kechmata narsa chiqishi. Mana bunaqa dazmol narsa chiqishi. Odamdan mangal qilishgan bo'lsa, Voy, bilat. Mana bu yerda kimdir o'tib ketdi hozir. Ey, bilat, otmaylar. Mana bu yerda kimdir rosa o'tib ketdi. Mana bu yerda kimdir o'tib ketdi. Men ko'rsam daraxtzor ekan mana bu. Ya'ni bu hozir podollar tepaga qaragan joy. Kimdir rosa o'tib ketdi. mana bu yozuvlar qanaqadir nimadir osyapti. Ey, bilat, mana bu yerda rosa kimdir o'tyapti. Yo'q, xush bo'lishi. Jinnimisan, kechqurunmi? Bu cho'ta aboylar boshqa ekan. Men bilyard o'ynaydigan ekan, ha? Men bilyardga, ha? Morgda bilyard noqotdi. O'zi birozdan morgmi, Sasal? Uni hamma bo'lmasa o'rtoqlar, tepaga chiqamiz уже. Mana qara. Mana shu yerda to'shna qanaqadir hayvon yashagan. To'g'rimi, beki? Mana shu yerda hayvon yashaydi, to'g'ri, kuchuklar ayniqsa. Aytmoqchi, ayiq yashashi mumkin, bilasanmi? Duketda ayiq chiqqan. Ilon ham bo'lishi mumkin. Veteriner doktor ham bo'lishi mumkin. Ket, qani, tepaga chiqaylik, hop, qana xatdan chiqar ekanmiz. Uy, bu daraxt qara, astag'firulloh, haybatdan qo'rqaman men. Eng qizig'i Oybek aka balchiqni deyapti. Qarang, men tsuka. Men bilet, tomir ekan, bilet, kimdir kallasi ko'rish. Men yuraylik davay. 100 talik bu ilon bor. Men mana bu yerdan bo'lishi mumkin. Balchuni ko'ryapsizmi? Mana bu yerda bormi yo'q, ey, suv parilari bor. Ha, qo'y. Men qara, ko'rsammi? Juda tashlandiq joy-ku bu. Men bu yerda yuradigan joy bor ekan. Men bu yerda tunel bor ekan, ey. O'rtalar meni ko'rsalam, daraxt bilan to'silgan ekan, lekin to'g'ridan suv oz kelyapti-da, e'tibor ko'ring, qatdan ketayotgan, qatdan suv oqyapti. Lekin borku, ukni ham oz eshitilyapti, ukni ham oz. Hatto mana shu ko'zimiz ko'ryapti, mana bu yerga ham bor. Yo'q, beki qarang, nimadir bino bor o'shda. Jinnimiz qo'ysangiz, muammo kerak emas ortiqcha. Mana turib turinglar bo'lsa qatdan. Va ana o'rtalar bolalar qorishdi, lekin men qiziqqanim uchun borim kelyapti. Bilat, o'tla. Ukni ovozi juda baland eshitilyapti, ishoninglar. Mana bu qarab tashlab meni kattaligini ko'rsam, mana bu quduqdan eshitilyapti. Nima ekan ichida? Ha, qarchi mana shu quduqdan kelayotgan ekan-da. Hamma o'rtalar bu yoqqa borib chunki bu yerda rostdan o'rmon, qarang, olgan. Haqida o'rmonlar, daraxt zo'rlab ketgan, to'g'rimi? Va hamma bo'lsa, endi o'rtalar sekin qaytdik va ana endi biz bu tashlandiq morgga ikkinchi qavatga chiqamiz.
oyoq kiyim. Qanaqadir oyoq kiyim qarang. Eng qizig'i buni ikkinchi poya qayerda? Yo'q, qani keling, maqsadga ko'r. Mamit ichkarida kirgan joy bor ekan, qaranglar. Kirsa bo'ladigan joy bor ekan, ishoninglar deb bolalar. Va qani bo'lsa endi kiramiz. Ehtiyot bo'linglar. Ey, Bilet nima qiling? Voy, mana qarang, bu qanaqa joy? O'rtoqlar biz qanaqa joyga keldik? Boshimda nimadir bor. bilmayman bu itlarni, izlarini ko'ryapsizmi? Bu itlarning izlarini ayolmi? Mana qara. Oyoqmi bu? Qara. Mana oyoq izi to'g'rimi? Mana oyoq izi to'g'rimi? Mana bu taxtasi. Tegida prujina. Mana bu sakraydiganmi qanaqadir? Bu poygaga ishlatilgan narsami? Hop, yugurtirib yuboradi, ha? Bundan bosib turadi. Hop, qo'yaradi, bundan prob yurib ketadi. Hech shunaqa voqea ko'rib keladi. Jinnimiz ham kam oyog'im og'ridi, mana qara qanot turji. Muncha ko'p bonka bo'ldi. Bo'ldi. Zato ichida qanaqadir o'lgan bola yo'q. Eng muhimi shu. Boyma chiqqan joy xuddi mashina qaroq edi, ishoning. Mana bu yerdan chiqib keldi. Uf, sasvoti juda qattiq. Voy, yozuvlar bor ekan, kirish kerak. qana kirilish qana? Yozilib o'qiymiz. Mana bu yerda qara eski stol, korobkaning ichida taxtalar, har xil narsalar. Va anta qanaqadir yozuqlar. Mana qarang, qanaqadir dorimi bu, nima bu? Rusana degan narsa ekan, mana bilmayman to'g'risi. Mana bu spot toza bo'd. Qanaqadir shifoxonaga aralash narsa bo'lgani haqida. Mabodo sizlar oddiy maktabga kimlar kirib shifoxona haqida gapiradi bo'lar ekan. Mana odam bosh suyugidagi tishlar mana. Sosmilo qanaqa suyi bu? Qanaqa odamniki bu? Hayvonniki qanaqa kuchuk kimi to'g'rimi? Bu lekin odamnikiga o'xshar ekan mana tepadagi anaqaga, jog'iga. Tibbiy o'g'itlar. Bu просто tablitsa ekan. Bular anta stol o'z turibdi alohida. Bular kurishingizga. Mana bu yerda qanaqadir joy. Qarang, anta qara tepaga chiqqan joy bor ekan. Yo'lma qanaqadir tepaga chiqqan? Voy, bilet, qo'rqib ketdim. O'rtadan turgan ekan bilet. Qanaqadir kuchukmi hayvon turibdi bilan. O'rtaga nimaga qo'yishgan buni? Va biz bu joyga aylanib bo'lgandan keyin tepa qavatlarga chiqmoqchi bo'ldik va bu podoldan chiqib ketdik. Hamma o'rtadan tepaga chiqoldik va endi mana shu yerga kiramiz, qarang. Voy, bilet, daroq qora. Hamma o'rtalar endi mana shu yerga kiramiz, ketdik. Bilet kuchuk o'zi ishlayapti. Hamma o'rtaga sekin yurishni davom etamiz. Mana. Mana bitta katta ochiq joy bor ekan. Mashina kirdik biz o'zi. Sal pastroqdan kirdik. Mashinadan kirdik o'zi. Bo'ldi. Просто mashina mashtardan bilib olayapman-da. Lekin o'rtalar ahamiyat qaratishlik kerakki, barcha joyda o'sha kafellar, ya'ni kafe degani точно meditsinskiy qanaqadir narsalar bo'lgan. Chunki kafe shunaqangi imkoniyat berisi borki, bunga qon sochsa ham yuvib tashlasa bo'ladi. Qiziqarli fakt-a. Mana bu manzarani qara. Bela terlab ketaman qo'rqqanimdan bor. Uy, nima? Ko'rshapalaymi-da? Bular ko'rshapalab bizga qarab chiqmoqchi bo'ldi, birinchi. Mana lift. Uy, kuchuk osibdi. Qani? O'lgan. Bitta faktdan ishib ketgan, o'lgan. Yotibdi protsessim. Ko'zi qimirlayapti-yu. Mana ko'zi qimirlayapti, ko'rasan? Ikki qat ekan. Ikki qatmi ekan? Yiqilib tushgan, qarang, hali bu ko'p bo'lmagan, pastga chiqish joyi yo'q-da. Bu yiqilib tushgan bu yerga. Yo'q, unaqa bo'lsa qutqaramiz aka, unaqa emas. Yo'q, Mamit joy bor, Mamit tushgan joy bor, bo'ldi. Mamit chuqur bor ekan, mana, podoldan kirib olgan, mana. Uy, mana bu qon. Mana bu qon lekin 100%. Ay, bilet, mana o'zi bu. Okey, qushlandik. Lekin mana bu qon qayerdan? Qara. Ko'rsam qonni, tomchlarini? Nima bo'lsa endi yana icheriga qaytamiz. Stop, mana. Qara, Mamit qon tomchisini ko'rasan-a? Qara. Mana yana bitta tomchi. Mana yana bitta tomchi. Ko'rasan-a? Mana yana bitta tomchi. Bu qonni tomchlari bizdan qayergadir olib boryapti, boru. Kimdir qaddir qoni bo'tib yugurgan shu ishon 100%. Mana shu yerdan boshlandi qon tomchilari, uje tugadi. Demak, derazadan kimdir urib sindirganmi, nima qilgan? Ko'rshapalak yopishgandir bo'yniga. Yo'q, hop, qayerdan bu qon tomchilari, ha? Yo'q, men rostdan qiynaldim. Qayerdan bu qon tomchilari? Obyektni nima deb o'ylaysiz? Men qo'rqib ketaman. Bir narsa deyishga. Nomini qara. O'rtoqlar, bu nima bu? Manzarali joy. Amaldor o'sha yoqqa boraylik. Lekin boydan beri xuddi kimdir bizdan yurgan deb o'tirgan, ishoninglar. Shunaqa chuvsti ketyapti. Mana boyga joy. Qara. Bu qara narsa ham ko'paygan bu yerda. Mana qara, telefon. Alo, sasol. Nomini qara. Qanaqa joy bu? Daraxt ham bur. Tasavvur qiling. Bu qarang, buncha o'sish uchun necha yil kerak bo'ladi? Ichkarigacha o'sib kelish uchun. Qo'ya. Rosa ko'p vaqt kerak bo'ladi. Rahmat. Uy, bulut, ko'rshapalak chotdi. Ko'rshapalak tishlash ham mumkin lekin. Burnim molga o'tib ketdi shundoq. Men ikkinchi chiqib kelyapti tezroq. Va aytgan o'rtoqlar, men bu fonarim o'chi deb qotdi, shuning uchun ham tezroq ikkinchida chiqishimiz kerak. Uy, stop, mana nima bor? Mana bitta qanday televizor narsalari bor. Telefon mana. Mana o'rtoqlar, mana. Telefon, yana boshqa har xil narsalar. Mana radioning narsasi bor ekan. Hamma David ikkinchida chiqaylik. Bilasizlarmi o'rtoqlar, men nimaga tezroq ikkinchida chiqish kerak deyapman. Chunki agar tezroq ko'rib chiqmasak, fanlarimiz o'chib qolishi mumkin. Mana bu bazuka fanlarimiz o'chgandan keyin biz ishoninglar, yura olmaymiz. Chunki atrof qop-qorong bo'lib qoladi. Lekin o'rtoqlar, mana ishonaveringlar,
Bu yerdagi berkinmochoq o'zbek YouTube'dagi ayniqsa tashlanib yerda olingan eng qo'rqinchli va eng dahshatli berkinmochoqning bittasi bo'lishi aniq. Mana bu joylarni qaranglar. Mana bu yerga shunday berkinadi, shunday g'isht bilan shunday yopadi ifsidi. Voy, bular mana buni qaraydi. Bu ichki tovoqmi bu? Yoki lattalami bu? Mana qara, mana nima? Og'ir ekan lekin, qanaqadir yoqlangan narsami-chi? Mana bu derazalarni qaranglar, o'rtoqlar. Bu yerda aurasini, voy! Xo'p, mana bu yerda butilkada ko'pligini. Shu butilkaga kim kalla qo'yib ichiga kirib suv oladi? Mana bu joyi qara. Stop! Qanaqa qadam o'z boydan beri ishtirot ishoninglar. Boydan beri mashtan qadam o'z ishtirot. Ishonsalam, birinchi marta, ikkinchi marta emas, shu bir boydan beri ishtirot. Podoldan beri qadam to'g'ri ishtirot. Kimdir kuzatadigandir balki. Kimdir orqamizdan kelyapgandek bo'ldi. Xuddi shunaqa kimdir bizani kuzatib yurgandek. Masalan, qaysidir uyoq odam mash tashlasa-da, tipo biz uni uyiga kelganimiz uchun bizlar bilan nimadir, "Uy, bulut." Odam qanaqadir anaqasi o'xshirgan. Baribir o'tirib biroq tashandiq joy aniqsa bu, "Uy, bulut." Men bu yerda rostdan odam yashagan, ishon. Bu yerda 100% odam yashagan. Va bizlarni rostdan kimdir kuzatib yurgan bo'lishi ham mumkin agar bu yerda rostdan ham mana bunaqa odam yashagan sharoit bo'lsa. Eng qizig'i, "Uy, mana qara." O'zi bunaqasi o'xshash kerak emas, lekin va ana endi o'rtoqlar bundan tepa etajga chiqamiz. O, mana yana qon. Mana yana qon. Bilar o'rtoqlar, bu yerdagi o'zi bu ikkinchi qon. Eng qiziq qara, qara. Qon qara, mana bu yerdan kelib qarasana. Qon yana bizdan qayergadir olib ketyapti, qara. Mana qon, mana bu yerga kelib, mana bu yerga qarab ketyapti. Mana to'rga qarab, to'rda. Bu qon yengida, shu masalan bir hafta ham bo'lmaganda, shu mana, mana ko'rsan qani. Ana endi ham 100% qon. To'g'rimi? Mana ketyapti qon. Mana yana. Qayoqqa olib ketyapti bu qon? Mana qara, qonlarni ko'rasan? Buncha qon, mana qara. Mana bu yerdan qon ko'rasanmi? O'rtoqlar, bu qon bizdan qayergadir olib ketyapti boydan beri. Bu qonli izli. Yana bitta qon, qara. Rasman bu qo'lga qayerga ketadi? Qizil bilan. Yetuk o'lgan odam oldiga borsa, astag'firulloh. Lekin men buni sindirib qo'li qonab yugurib o'sha qonish to'xtagan bo'lsa-chi. Shunaqa bo'lishi mumkin, to'g'rimi? To'xtab turgan bo'lsa ko'proq qon to'ngan. Qarash bularning nima bo'lgan bo'lsa ham, lekin bu qonli izlar odam rostdan qo'rqitadi. Mana. Buncha qon to'kilgan, o'rtoqlar, bu nima qoldi? Shuncha qon. Mana qon. Tushundinglar, hech qilaman nimaligini? Kimdir ham shishani urganmi yoki? Buncha qon o'rtoqlar, qaranglar, o'zinglar bor, fikr bildiringlar, komment yozinglar, nima bu qon? Va albatta like bosib qo'ying, chunki bu video kommentda ko'p like yoqish kerak bo'ladi. Chunki buncha qon bu. Men hech qaysi joyga kirgan bunaqa ko'p qon chiqmagan, ishoning. Yoki nima, qon mashina ozgina olib tekshirtiramiz uni. Tibbiyotga borib, rostdan qonmi, qonmasmi? To'g'ri mana qilamiz. Mana bu qonni ko'rasizlar, mana bu qonni. Mashina biz laboratoriyaga olib borib tekshirtiramiz. Qarshi, bilamiz, bu odam qonimi yoki hayvon qonimi? Odam qoni bo'lsa o'zi uchun umr sirbi bo'lgan. Lekin agar hayvon qoni bo'lsa, bu hayvon o'ldirishgan, tipo to'q so'yishgan nimadir tushunsa bo'ladi-da, qat'iy. Lekin bu agar odam qoni bo'lsa, o'zi bu tashlanmaga qaytib kelish o'zi xatar. Tasavvur qiling, hozir kimdir bizani ham kuzatib turgan bo'lsa-da, ertaga bir haftadan keyin kimdir kelib turib, bizani ham qonimizni shunaqa ko'rayotgan bo'lsa kimdir. Mana bu ko'proq qo'rqinchliroq. Garjotlar uy bilet qo'limdan qamaydi, ana endi shu daftardan yirtolamizda. Mana shuni olmoqchi edik. Ichida qon 100% bor buni. Qarab o'rtoqlar. Shishani oldik, sumkamga solib qo'y shuni. Va ana endi bo'lsa yurish davom etamiz. Va bu qon hali yuryapti. Bu qon hozir qayerga borishini ham ko'ramiz. Xuddi mana shu joyda kichik stop. O'rtoqlar, biz videoni xuddi mana shu paytda topilgan qonni ekspertizaga, ya'ni laboratoriyaga topshirganmiz. Hali javob chiqmadi. Javobi chiqishi bilan men o'zimni shaxsiy Telegram kanalimga yuklayman. Biz hozir topshirganimiz videoga oldik, ya'ni javobi 2-3 kun chiqadi. Va shuning uchun ham albatta Telegram kanaliga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimda albatta juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Shuning uchun ham obuna bo'linglar, video qachon chiqishini va qanaqa video bo'lishlarigacha ham Telegram kanalimda oldinroq aytib qo'yaman. Shuning uchun ham obuna bo'linglar. Va endi bo'lmasam bu video ham davom etadi. Xo'p, o'rtoqlar, qon dalsh ketyapti. Mana yana, mana ketyapti. Mana yana qip-qizillardan mana, svejiylardan. Mana taxtani ustida ham mana bor qon. Qayerga bormoqchi? Qon. Mana yana. Lekin o'rtoqlar, точно biz bu qonni ekspertizaga olib tekshirtiramiz. Mana qara. Bildingmi qayerga kelganimizni? Biz masjiddan chiqib kelib qon izini ko'rib masjidda yurdik boya adashmasam. To'g'rimi? Va o'sha qayerga qaytib keldik. Shundan ya'ni bu butun binoni kimdir qonga aylangan. Hamma ana endi esa bizga 3 etajga deyilgan tashandiq morgni 4-etaj ham borgan, o'shanga chiqamiz. Va balkim bu ichimlikning 4-etajda har xil qo'rqinch narsa bordir. Uni ham o'z ko'ramiz. Bu botda nimadir bormi? Mana buni qara, eski turbalar. Bot просто turbalarmi deyman-a? Xolos o'rtoqlar, o'ylashim bo'yicha biz bu binoni bir 90% ni ko'rib bo'ldik. Mana buni qaragan, turbalar joylarini. Va o'rtoqlar, agar sizlarga qiziq bo'lsa, davayt 40 ming like qilinglar. Blogerlar va obunachilarimni chaqirib, mana shu berkinmochoq olaman. Va shu bilan o'rtoqlar bizni ko'rdinglar. Mana shu binoni hammasi aylanib chiqib bo'ldik. Va mana bu turbalar joylarini qaranglar. Bu yoq hozir kimdir berkinmoqchi men 100% topmayman-da. Va sizlar agar mana shunaqa mashtamiy va qo'rqinchli berkinmochoni xohlasanglar, просто like bosinglar. Sizlardan 40 mingta like va mendan mana shu obunachilarim va mashhur blogerlar bilan birgalikda qilinadigan berkinmochoq videosi. Bu juda qiyin bo'ladi. Bu narsa so'rash juda ham qiyin
qiyin bo'lishi mumkin. Va biz bor kuchimizni harakat qilamiz bu to'sqinlarni yenggan holda sizlarga mana shu ekstremalniy va qiziqarli hamda qo'rqinchli kontent berishga. Sizlardan shunchaki like, 40 ming like va mana shu video sizlar uchun chiqadi. Va anime bo'lsa biz sekin chiqib ketamiz. No, biz hozir iloji bor tezroq chiqishimiz kerak. Chunki o'rtalar ko'rdinglar, qon ko'rdik, mana har xil boshqa narsalar va boydan beri kimdir bizdan ko'rsatib yurgani bu 100%. 100%. Va bunaqa paytda biz prosta tez kamerani o'chirib susuramiz, yuguramiz. Chunki hozir reshetkadan o'tish kerak. Eng qizig'i chiqish xatlari bilasizlarmi? Yo'q, esimda yo'q. No, hamma bo'lmasa o'rtalar biz qanaqa chiqayotganimiz Telegram kanalida ko'rishingiz mumkin va bo'lmasa bu video tugadi. No, chiqib qolganimiz YouTube'ga qo'yadigan darajada qiziq bo'lmaydi. Lekin yana xudo biladi nima bo'lishini. No, qarshi video tugadi, keyin video ko'rishguncha chao.